Assalomu alaykum, Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatay Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Bishkekdagi mushtlashuvda ishtirok etgan 2 fuqaroga militsiya qidiruv e'lon qildi. Qoraquljada qishloq hukumati rahbari bilan deputat kelishmovchilikka borib, xalq vakili kasalxonaga tushdi. O'sh shahriga Rossiyadan 17 nafar o'qituvchi 1 yillik shartnoma bilan kelib, maktablarda ishlay boshladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lumotiga ko'ra, 2-sentyabr kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida kelishmovchilik bo'lib, Tojikiston chegarachilari ogohlantirish maqsadida osmonga o'q otishgan. Batkenning Oqsoy qishlog'iga yaqin Qirg'izistonga qarashli hududida qirg'izistonlik fuqarolar daryodan avtomashinaga shag'al ortishgan. Ularga Tojikiston chegarachilari kelib, ogohlantirish maqsadida osmonga 3 marta o'q otishgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q. Hozirda Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarachilari muammo sababini tekshirib, vaziyat keskinlashmasligi uchun so'zlashuvlar olib borishmoqda. Militsiya Bishkekning Ahunbayev bilan Kurchatov ko'chalari kesilishda joylashgan supermarket yonidagi mushtlashuvda ishtirok etgan 34 va 20 yoshdagi Janibek Bapushev bilan Qalisbek Seyitbekovni qidirmoqda. Bu haqda Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. 28-avgustda bo'lgan mushtlashuvda 2 kishi jabrlanib, biri koma holatida. 2 kishi ayovsiz kaltaklanayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, unda biri qattiq zarbadan hushini yo'qotgan, qarshilik ko'rsatishga harakat qilgan, ikkinchisi esa tepki ostida qolganini ko'rish mumkin. Bishkek militsiyasining ma'lumotiga ko'ra, o'sha kuni ayol kuyovini noma'lum kishilar kaltaklashganini bildirib, ularga chora ko'rishni iltimos qilib murojaat qilgan. Gumondorlarning shaxsi aniqlanib, Jinoyat kodeksining og'ir tan jarohati yetkazish fakti bo'yicha tekshirilib, zarur bo'lgan sud-tibbiy ekspertizalar tayinlangan. 31-avgustda jinoiy ish kvalifikatsiyasi Jinoyat kodeksining 39-130-moddasiga o'zgartirilib, gumondorlarning ota-onasiga ular haqida xabar qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Qoraqulja qishloq hukumatining rahbari deputatni miltiq taqab qo'rqitib kaltaklashda gumon qilinmoqda. Kaltaklangan qishloq kengashining deputati Ularbiy Bayxo'joyev kasalxonada. Uning aytishicha, kelishmovchilik 29-avgust kuni bo'lgan. Voqeani militsiya tekshiruvga olib, Jinoyat kodeksining beboshlik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'aldi. Tahlilchilar so'nggi yillarda hukumatga bilim harakati bilan emas, pul va tanish-bilishlar orqali kelganlarning bunday qiliqlari chegaradan chiqqanini aytishmoqda. Voqea bilan hamkasbim tanishtiradi. Qoraqulja qishloq kengashi deputati Ularbiy Bayxo'joyev hozir kasalxonada davolanmoqda. Shifokorlar bosh miyasi jarohatlanganini ta'kidlashdi. Deputatning so'zlariga ko'ra esa 29-avgust kuni qishloq hukumati yaylovdan kelayotganda miltiq bilan qo'rqitgan. Miltiq bilan otib salam deb, anamda qo'rqitib yig'ildi, anam emi ol yerda hech kim yo'q, kuyov bo'lgan. Hozir endi denso'ngiz qanday? Niye qattiq jarohat oldingizmi? Anan o'shadan uyime kelib, uyda o'tirgan yerimden 10 chaqti bala menen 2 balasini esitib kelib alып эле сөзгө келбей туруп эле машинадан түшкөн боюнча патыр-путур таш менен уруп кетти да. Эми ошону өкмөт башы деп ким айтат, эми таш менен уруп атат. Bayxo'joyev qishloq hukumati rahbari Aybek O'rmakeyevning bu harakatlariga o'zining salbiy ish harakatlari sabab bo'lganini iddao qilmoqda. So'zlariga ko'ra, qishloq hukumati rahbari poraxo'rlik ishlariga aloqasi borligi aniqlangandan keyin uni onasi bilan qo'shib kaltaklab ketishgan. Эми алып барган иштерим баары жок эле мыйзамсыз болуп атканда, эми мыйзамдуу иштер деле бар, эми мыйзамдуу иштер өтөт, мыйзамсыз иштер өтпөй калат. Анан биз мен ошо каршы чыгат элем. Кандай мисал иштени иштер силерди канааттандырбай аткан? Бизди канааттандырбай аткан өкмөткө алып келген техника бар. Өзүнө өкмөт башы өзүнө минген служебный машина бар. Погрузчик бар. Эми айта берсе көп нерсе бар да. Анан ошону мыйзамсыз алып барып атасың сен деп каршы чыккан элек. Анан эми ол өкмөт ичинде да. Анан өкмөттөн сыртка чыкканда жакшы эле учурашам, жакшы эле не кылам. Анан ошол күндөн күнгө күчөп отуруп акыры ошого жетти да. Miltiq bilan qo'rqitishga harakat qilgan qishloq hukumati yetakchisi bilan bog'lanishga imkon bo'lmadi. Biroq u ham militsiyaga deputat menga qo'l ko'tardi degan shikoyat bilan murojaat qilgani aniqlandi. Айыл өкмөтү болсо 48 саатка башкаруучуңуз камакка алынган. Ал ден соолугуна байланыштуу ооруканада атайын ички иштер органы кызматкерлери тарабынан көзөмөлдө турат.
ошол эле учурда ал айыл өкмөт дагы башчысы дагы депутатка карата арыз менен кайрылгандыктан ал дагы ошол эки арыз тең бүгүнкү күндө каралып, мыйзам чегинде каралып жатат. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat va jazo kodeksining beboshlik moddasi bo'yicha tergov ishlari olib borilmoqda. Мыйзам чегинде каралып жатат. Соттук медициналық экспертиза дайындалган. Себеби экөөтөн бири-бирине денесине залал келтирди дегенден аныкташ максатында сот медициналық экспертиза дайындалган. Бирок бүгүнкү күндө бүтүм чыгып элек. Бүгүнкү күнү ошол эки тараптын тең арызы боюнча сотто баш коргоо чарасы каралуу күтүлүүдө. Mazkur masala O'sh shahar sudida ko'rib chiqiladi. Ayni vaqtda mazkur ish jamiyatda keskin muhokamalarga sabab bo'lib, xalqqa namuna bo'ladiganlarning harakatlari tanqid qilinmoqda. Акчаң болбосо, ошол жердеги шайлап аткан шайлоочулар деле азыр шайлабай калды. А болбосо шайласа токтоо, элге тарбия бере турган адамдар толтурат. Ошолордун катарынан чыкмак да жакшы адамдар. Ошол тандаганда туура эмес тандап атабыз. Ошонун айынан ушул окуялар болуп атат. Ушул мушташтар болуп атат. Бири-биринен талашма, бири-бирин сыйлоо ушул акыркы убактарда депутаттардын арасынан көп болуп атат да. Bundan 2 oy avval Jalolobod shahar meri bir fuqaroni kaltaklagani borasida ma'lumotlar tarqalib, jabrlanuvchi tibbiy yordam olgani xabar qilingan edi. Hilol Ashurova, Nurjamal Barg'ibayev va Beksulton Abiyev, Intimaq. Alarcha suv omboridagi baliqlar zararlanganini tekshirish uchun maxsus komissiya tuzildi. Bu haqda Ekologiya xavfsizlik boshqarmasining yetakchisi Maqsad Omurov Ozodlikka bildirdi. Uning aytishicha, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Alarcha suv omboriga sarqindi suvlar kirganda baliqlar o'lgan. Suv ombori suv resurslari bo'yicha davlat agentligining nazoratida. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda suv omboridagi suvning hajmi kamayib, suv ifloslangani va minglagan baliqlar suv ustida qalqib turgani tasvirlangan video tarqab qizg'in muhokama bo'lmoqda. Harbiy prokuratura sobiq prezident Almazbek Atambayev tomonidan qurilgan 7-aprel shahidlari masjidi qurilishini tekshiradi. Bu haqda Bosh prokuraturaning matbuot xizmati bildirdi. Muassasa ma'lumotiga ko'ra, hozirda masjid qaysi mablag' evaziga qurilayotgani tekshirilmoqda. Atambayevga qo'zg'algan jinoiy ishlarni tekshirish ishlari ham davom etayotgani xabar qilindi. Bu vaqtgacha Media Forum ishxonasining mulki hibs qilingan. Shuningdek, Atambayevning qimmatbaho qog'ozlari, aksiyalari Qirg'iziston banklaridagi hisoblari ham qamoqqa olingan. Joriy yilning 4-aprelda Bishkekda 7-aprel shahidlari masjidi ochilgan. Maydoni 2 gektardan oshiq yerga qurilgan masjid 5000 kishiga moslashtirilgan. Sarflangan mablag' sobiq prezident Almazbek Atambayevning shaxsiy hisobidan olingan. Bosh prokuratura 1-2 sinflar uchun matematika kitoblarini sotib olishda Fan va ta'lim ministrligining mas'ul xodimlari bir qancha qonunbuzarliklarga yo'l qo'yishganini bildirdi. Tekshiruvda deyarli 91 million so'mga yaqin summaga Maria Moro muallifligidagi va boshqa boshlang'ich sinflar uchun chop etilgan matematika fani uchun kitoblarni sotib olishda davlat sotib olishlar haqidagi qonun buzilib, texnik spetsifikatsiya ishlab chiqilgan. Bu bilan tanlovda ishtirok etuvchilarning huquqi buzilib, qonunda ko'rsatilganday barchaga bir xil sharoit tuzilmagan. Fan va ta'lim ministrligi bu yil 5-avgustda taniqli rossiyalik matematik Maria Moroning 1-2 sinflar uchun matematika o'quv qo'llanmasini sotib olish uchun tender e'lon qilgan. O'sh shahriga Rossiyadan 17 nafar o'qituvchi 1 yillik shartnoma bilan kelib maktablarga bo'linib ishlay boshlashdi. O'sh shahar bilim berish boshqarmasining usulchisi Tinchtiqbek Bektashevning aytishicha, o'qituvchilar shahardagi maktablarga bo'linib, rus tili va matematika, fizika fanlaridan dars berishadi. Oziq-ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanishgan, ular o'qituvchilar yetishmovchiligi sababli kelishgan. Ikki davlatning so'zlashuvi orqali mazkur loyiha amalga oshgan. Maoshdan tashqari maxsus tashkilotlar ham qo'shimcha haq to'lashlari aytildi. O'sh shahrida umumiy 78 ta maktab bor. Uning 11 tasi qirg'iz tilli, 14 tasida esa o'quv jarayoni qirg'iz-rus tillarida olib boriladi. To'liq rus tilida 9, rus va o'zbek tillarida 20 tadan o'zbek tilida esa bir maktab faoliyat olib boradi. Unda umumiy 3000 ga yaqin o'qituvchi ishlaydi. 1989 yili 20-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan bola huquqlari haqidagi konvensiya qabul qilingan. Qog'oz turida yozilgani bilan Qirg'izistonda bolalarga nisbatan qo'pol munosabat, zo'ravonlik keng tarqalgan ko'rinish bo'lmoqda. Buning yagona sababi migratsiya va oilaning to'liq emasligida. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz.
O'lkadagi rasmiy va nodavlat tashkilotlar bolalar huquqi yetarli darajada himoya qilinmayotganini aytishdi. Qirg'izistonlik bolalar orasida ota-onasining g'amxo'rligisiz qolganlarning ko'pchiligi sadaqa so'rab tirikchilik qilsa, ayrimlari esa o'z joniga qasd qiladi. Bolalar huquqiga bag'ishlab o'tkazilgan konferensiyada suitsidni oldini olish bo'yicha bir qancha takliflar aytildi. Балдарга баладай мамиле жасаш керек. Баланын ошол өзүнүн өсүү, өзгөчөлүгүнө бала экендигинде, анын башка чоңдордун колдоосуна муктаж экенин, анын өз алдынча турганда алсыз экенин сезе билип, ар бир чоң адам аларга жоопкерчилик менен мамиле кылууга үйрөнүшүбүз керек. O'smirlarning umrini saqlab qolish uchun bolalar bilan nozirlar ham ish olib borishadi, biroq nima bo'lganda ham ota-ona farzandini nima bilan shug'ullanayotganiga qiziqib, nazoratga olishi kerak. Shu bilan birga ularning fikrini ham hisobga olib, ular bilan suhbatlasha oladigan ruhshunoslarning yo'qligi ham ta'sir qilishi mumkin degan taxminlar bor. Ал эми дагы үчүнчү маселе бул миграция маселеси. Жаш балдарды ата-энелери жакынкы туугандарына таштап кетет. Өзүрү Россияга, Казакстанга иштегеле кетип атат. Ал эми жакынкы тууганы же ашыкча көңүл буруп коюп эркелетип жиберип атат, же болбосо таптакыр көңүл бурбай. Натыйжада ичинде байкы ата-энесине болгон кусагы кайнап турган бала психологик жактан алсыз болуп туруп, болор нерсеге туталанып, ачууланып, акыры топтолгон маселеси ушу өзүн өлтүрүүгө алып келип жатат. Бул багытта биз колдон келишинче аракеттерди жасап, эскертүүлөрдү берип, жаш жетелек өспүрүмдөрдүн иштөө инспекциясына айтып ташмаларды берип, түшүндүрүү иштерин, уюштуруу иштерин жергиликтүү бийлик органдарынын мектеп жетекчилигин тартып, андан сырткары дин өкүлдөрүнө тартып аракет кылып жасабыз. Qirg'izistonda 8 mingdan ortiq bola internat tipidagi maktablarda yashaydi. Bu bolalarning ko'pchiligini otasi yoki onasi tirik. Bunday hollarda faqatgina bola emas, ota-onaning o'zi ham suitsidga borgan holatlar uchraydi. Masalan, Qorasuv rayonining Sariqolot qishloq hukumatida 3 farzandi bor ayol o'z joniga qasd qilgan. Buning sabablarini aniqlashda ko'p ma'lumotlar aytilmoqda. Uning o'limiga sud marhumning turmush o'rtog'ini gumondor deb topgani. Kelinning qaynotasi 3 nabirasi onasi qolganidan qayg'urib, sud adolatli hukm chiqarsa deydi. Men haqiqat chiqarsin. Agarda tergovchi meni bolamni bu o'ltirdi, dakazat qilsa, aytdimga 100 yilga qamab bersin, men roziman. 3 oyda 3 bolasi bo'lsa, yashoo tirikchiligi bo'lsa, kemchiligi bo'lsa, nega o'ltiradi uni? O'sh shahrida bolalarning suitsidga borishi bo'yicha 2018-yili 3 fakt ro'yxatga olinsa, 2019-yilning 1-kvartalida esa 1 fakt ro'yxatga olindi. O'z joniga qasd qilishga yo'l qo'ymaslik uchun tez-tez tushuntirish chora-tadbirlari o'tkaziladi. Hurmatoy Nurmatova, Mimoza Janibek qizi Qimbat Abdusamad o'g'li Intimaq. Tashqi ishlar ministri Chingiz Aydarbekov O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidovni diplomatik missiyasi tugagani sababli qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama qirg'iz-o'zbek munosabatlarining muhim masalalari, davlat rahbarlari darajasida avval erishilgan shartnomalarni amalga oshirish muhokama qilindi. Tomonlar Qirg'iziston Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi do'stlik, yaqin qo'shnichilik, o'zaro foydali va strategik hamkorlik asosida tuzilgan tarixiy munosabatlarni bundan keyin ham kengaytirish maqsadida birgalikda ish olib borishni niyat qilishdi. Batkaning Qadamjoy rayoni Ko'tarma qishlog'ining yashovchilarini sug'orish suvi muammosini hal qilish uchun davlat tomonidan 176 million so'mdan ortiq mablag' ajratilib, Moldo-Niyaz kanalining tunnelining qurilishi 70% ga bajarildi. Kanal ishga tushsa 300 gektardan ortiq yerga suv olib kelinadi. Shu bilan birga qishloq aholisining daromadi ortib, ichki va tashqi migratsiya qisqaradi. Qadamjoy rayonining Ko'tarma qishloq hududining aholisi sug'orish suvlari yetarli emasligini aytib, masala hal qilinmasa, yashovchilarning hammasi boshqa hududlarga ko'chib ketishini aytib arzlanishgan. Aholi talabi bilan davlat tomonidan 2 yil avval 176 million 400 ming so'm ajratilib, sig'imi 1 kubdan ortiq kanalning qurilishi boshlangan. Mahalliy yashovchilar sug'orish suvlari tanqisligi tufayli yetarlicha hosil ola olmay, yerlar haydalmay qolayotganini bildirishgan. Бұл Союз мезгилинде баягы дизельный двигательдер менен сууларды айдашып, эгин тыйын кылышкан. Союз болгондон андай насостор жоголду. Азыр эл кыйналып, кичине баягы элдер көгөртү баягы кытайский кичине насостор барга, ошону эптешип, жылына 10-15 миң расход кылып, кайра моторлор күйүп кыйналышып атат. Эми кудай калса каналыбыз бүтсө, ушу элдерге жыргалуу болуп калат деп ойлойм. Себеби өтө суудан кыйналышып, мөмөлөрү түшүп, нормалдуу кытата албай ошентип кыйналышып
turmush qurish o'tadi. 2020 yili to'liq bitirilishi kutilayotgan Moldonyas kanali uchun umumiy uzunligi 700 metrga yaqin 2 tunnel ham quriladi. Hozirda 540 metrlik birinchi tunnelning qurilish ishlari bitish arafasida. 63 million so'm sarflanib qazish ishlari to'liq tugatilgan. Kelasi yilgacha yana bir tunnel qaziladi. Kanalning umumiy uzunligi 7300 metrni tashkil qiladi. Biz hozir bu Moldonyas spasining Moldonyas kanal qurilishida turamiz. Bu kanalning жалпы uzunligi 7300 metr, o'tkazimdiligi 600 litr sekund. Жалпы şu 710 gektar yerga suv beriladi. Bunun içinden 300 gektarı жаңы o'zlashtiruvchi yer, 410 gektarı suv beruv yaxshitiladi. Qadamjoy rayoni hokimi Alg'ibay Imarov dehqonlarga yaxshi sharoit yaratish maqsadida davlat tomonidan mablag' ajratilib, mahalliy yashovchilar mo'l hosil olib, qayroqi yerlarni o'zlashtirish bilan aholi orasida ichki va tashqi migratsiyani qisqartirishga sharoit yaratilishiga ishonishini bildirdi. Qadamjoy rayonidagi o'sha ellerdi sotsialдык жактан turmush tirikchiligin ko'taruv bo'yicha o'sha Qizilbuloq ayilining turmushi Oğur şartta özünüzler körüp atasızlar mına toğlu aymak, uşul jerde bayakı sırtka çıgуу migratsiyаны kıskартуунун негизинде ушул жердеги элдердин халкын санын сактап калуу. Batken oblasti bo'yicha ayni damda yangi yerlarni o'zlashtirish uchun Bo'z, Qoraqishloq, Moldonyas kanallarining qurilishi va 46 chaqirim Ertor kanalini kengaytirish ishlari bormoqda. Bu ishlar yakunlansa 3000 gektardan ortiq qo'shimcha yangi haydov maydonlari paydo bo'ladi. Hurmatoy Nurmatova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalil o'g'li Intimaq. Jalolobodda guruch yig'im terimi qizg'in bormoqda. Bu vaqtgacha dehqonlar uni qo'l bilan o'rib, guruchni ajratib olguncha ancha qiynalishgan. Hozir esa hosilni texnika yordamida tez o'rib yig'ib olishga imkon yaratildi. Qoradaryolik dehqonlarning ishi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Endi bundayda yaxshi bo'lgan yerda 1 gektardan 3 tonna, 3,5 tonna shali qiladi. Abdumalik Saparov har yili 30 sotiq yeriga shol ekadi. Avvallar uni yig'ishtirib olish uchun bir necha kun vaqt sarflar edi. Endi esa bunday qilib yumushi osonlashdi. Mana 3 kun o'ratirgan shalimizni 3 soatda bitib, qirmonga to'kib berib o'tadi. Bulda bir yetishgandik o'zi. Biz bundan bir 3 yil murda ushul 25 sotik misal uchun yerim var. Shuni 3 kunda o'ratdik. Anı görüp bitkenden keyin baylab ayaqa qap chiq, dagı bir kombayn olib kel, ağa pul to'lab bola cho'qil, ani janchit. Hozir mana teleshkaga solib aparib to'kib beradi qirmonga. Sholi o'rishga moslashgan texnikani mahalliy yashovchilardan biri o'z hisobidan sotib olgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'zi ham bir necha yillar davomida guruch ekib, bu soha qiyinchiliklarni yaxshi bilgani sababli ishni yengillashtirish yo'lini qidira boshlagan. Murda yo'q ele, bu kombaynlar kelgenine 3 yıl 4 yıl bolup kaldı. Bu yıl biz жаңы satып aldık. Şal uruş için. Elge jengillik bolsun deb. Texnika yordamida yig'ishtirilgan hosil darhol xirmonga yetkaziladi. U yerda quritilgandan keyin guruch qilib oqlashga yuboriladi yoki sholi bo'yicha bozorga olib chiqiladi. Qirmonimiz bor, shu ayildin qirmoni. Eski aeroport. Shu yerga olib kelib qurg'atdigan majozga borib oqtab. Guruch qilib borib bozorga sotamiz. Bu yerda hozir shu kunda 2 kunda qurg'atdi, 2 kun, 2,5 kunda qurg'ab majozga boramiz. Men hozir ham bu 50 sotik yerga ekkandan shuni urajayini yechtirib bozorga tayyorlayapmiz. Joriy yili Qoradaryo qishloq hukumatida 900 gektar maydonga sholi ekilgan. Uning deyarli barchasi mana shunday texnikalar yordamida yig'ishtiriladi. Biroq Qoradaryoda hamon sholini o'roq bilan hech qanday texnikasiz yig'ishtirganlar ham yo'q emas. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Kuningiz osuda bo'lsin, xayr-omon bo'ling.